Assalomu hammaga. Bugun bizda BYD Seal 6 Touring Germaniya uchun ishlab chiqarilgan kombi, ya'ni universal modifikatsiyasida Seal 1.5 litrli motor, 120 kilometrli batareykali, ya'ni bu gibrid modifikatsiyasi bo'ladi. Salon turgan narxi 51.000 euro turibdi. Bu maksimal komfort pozitsiyasi. Men bu mashinani o'zimga lezinga xarid qildim. Oyiga 500 eurodan to'lab 1000 kilometr oyiga haydab yursam bo'ladi 1 yil davomida. 212 ta ot kuchi. Mana bunaqa katta 15,5 dyuymli monitorli oq salonda abagrev abdu sideniyalari bor, ruliki ham bor. Salon orqasi juda keng, kattagina kursiylar bo'ladi. Lyuk, panorama bor, avtomat bagajniki ham bor. Tez zaryadkasi 22 kW olar ekan, sekini 6 kW ekan xolos. Mana bunaqa ko'rinishda bo'lyapti bu. Xolos endi avtobanga chiqarib buni maksimal skorisini ham ko'rsa bo'ladi. 0 dan 100 ni ham tekshirib ko'rsa bo'ladi. Adashmasam, men birinchi o'zbek bo'lgan bo'lsam kerak Germaniyada BYD olgan.